Assalomu alaykum qadrli vohdoshlar, aziz yurtdoshlar va bizda ijtimoiy tarmoq orqali kuzatib boruvchilar. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Yuqori To'palang milliy bog' hududida joylashgan Ayg'ir ko'l nomi bilan mashhur bo'lgan ushbu ko'l haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Ushbu ko'l uzoq tarixlarga borib taqaladi va qolaversa buni nomlanishi ham o'ziga yarasha rivoyatlar bor har xil. To'yinadigan hech qanaqa kelib quyiladigan hech qanaqa daryo, irmoqlar yo'q. Bu Allohning mo'jizasi bu. Sababi bunaqa keyin buni chuqurligi juda ham chuqur. Hech kim hali o'lchab ko'rmagan buni. Chuqurligi juda ham chuqur deb aytilgan va qolaversa bu yerda baliqlar ham bor. Endi yana bir gap, baliqlar qayerdan kelgan degan bir jumboqli bir savol kelib tug'ilishi bu tabiiy, lekin bu baliqlar ham bu yerda bor. Farel, keyin marinka deymiz, o'sha baliqlardan shu yerga kelgan. Qanday kelgan degan bunisi hech kim bilmaydi. Bu ham bir Xudoning bir mo'jizasi deb bilishimiz mumkin. Qolaversa, hammaga bu joyda kelib tomosha qilishni tavsiya etaman. Juda ham chiroyli manzara, atmosferasi juda ham chiroyli.